Kelasi yilga 1000 ta odamni olib kelaman deb niyat qildim. Nasib bo'lsin. Ha, Xudoyimga olsin, aka nasib bo'lsin. Mana niyat qildim, qo'shamiz, o'shani 1200 ta qilamiz. Men 200 ta odam olib kelaman. Baraka toping, zo'r bo'lar. Baraka toping. Mana muhrlaylik shu kunni. Inshaalloh 1 yildan keyin mana 26 ni chiqqanigacha 1200 ta odamni olib kelamiz. Allohga oson. Nasib inshaalloh. Shu mana Allohimizni qo'llablaydi. Shu yerda mana 100 ta odamni olib kelishimizgacha ham o'zi bu orzu edi bu. Shunaqa. Bu narsalar xayolda edi faqat. O'ylab ko'rsam, hisoblab ko'rsam agar nima deyardim o'zimga o'zim. Pulini hisoblab ko'rsam, deyardim. Qachon buncha pul ishlaymiz? Qachon bu yerda bo'ladi? Xudoyimga olsin. Buni siz ishlamaysiz. Siz faqat birov uchun niyat qiling. Ularning haqqini Xudoyim faqat sizga beradi. Tadbirkor qachonki o'z manfaatidan kechib, xalqning manfaatini o'ylagan kunidan boshlab boyishni boshlaydi. Haqiqatligini har tomonlama ko'rsak bo'ladi. Shunday, rahmat. Muhrlab qo'yinglar shu kunda. Kuzatuvchilar ham bo'lsa iloyim. Inshaalloh bo'ladi. Olib kelamiz nasib. Yaxshi. Inshaalloh. Kommentariyaga Shunaqa gaplar. yaxshi gaplar yozib qo'ysinlar. Ha? Mana shu videoni o'zidan ham ko'ramiz-a? Ha, xudo xohlasa. Inshaalloh.